yer ostida kelajak shakllanmoqda. Mushtumzordan qo'rqishning hojati yo'q. İnsonga kerakli bo'lgani uni yo'qotib tashlashning usulini bilishdir. Chunki har mushtumzorga qarshi alohida bir xil urush taktikasi bordir. Yevgeniy Yevtushenko. Mustaqil Polsha davlati 21-yilini to'ldirmayla yana bir qatim germanlarning ishg'oliga duch keldi. Bu qatimqi ishg'ol 2-Dunyo urushining boshlang'ichiga ishorat qilmoqda edi. 1939-yili sentabr oyining 1-kuni to'rt tarafdan hujumga o'tgan Gitlerning qo'shinlari bir oy davomlashgan shiddatli to'qinishlardan keyin Polshani istilo qildi. Natsist ishg'oli bilan birlikda Gestapo Varshavada Diyonat va ijtimoiy oqartish ministerligining binosini ishg'ol qildi. Arkasından işgal güçleri komandanining uqtirishi Varshava va Krakow ko'chalaridagi tomlarga chaplandı. Polsha xalqining nomuvofiq harakatlarining oldini olish maqsadida tuvandagi buyruqni chiqarman. Ayol barliq Polsha fuqarolari Germaniya millatining vakillariga yo'l berdi. Ya'ni yanlardan harbiy forma kiygan germanlar o'tgan chaqda piyodalar yo'lidan yo'lga tushib turdi. Erler bunu qo'shimcha qilib tumoqlarni boshlaridan oladi. Ko'chalar ozod qilinganlarga emas, ozod qilguvchilarga oiddir. Natsistlar Polshani ishg'ol qilganda muddaolarining Yahudiylar bilan birlikda Polsha millatini 1975-yilgacha butunlay yo'qotib tashlash ekanligini e'lon qilgan edi. İşni ziyolilarni sistemalik holda yo'qotib tashlash va polshaliklarni ma'rif imkoniyatlaridan mahrum qilish bilan boshladi. Himmler bir polshalik 500 gacha sanashni, o'z ismini yezishni, germanlarga itoat qilishning Tangrining buyrug'i ekanligini o'rgansin. Mushunchalik ma'rif ularga yetadi deydi. Biroq polshaliklarmi bunday ahvollarga qarta tayyorliksiz emas edi. Mustamlikchi davlatlarga qarshi kulturlarni qo'g'dash masalasida burungi tajribalariga qo'shimcha qisqa davomlashgan bo'lsa-mu, bir davlat tashkilotlanishiga ega edi. Polshaliklar natsistlar ishg'oliyatidan keyin dastlabda Fransiyani, orqadan Angliyani markaz qilgan bir surgun hukumat qurib chiqdi. Bu hukumat Polsha ichida faoliyat olib boradigan bir yer osti davlatni qurib chiqdi. Tashkilotlanish ishlarini bir qancha oy ichida tamomlagan Polsha yer osti davlati bir tarafdan AK degan qisqartirma ismi bilan nom chiqargan Vatan armiyasi. Armiya Krayovaga tayinib germanlarga qarshi og'ir bir urushni boshlagan bo'lsa, yana bir tarafdan ma'arif va kultur tarmoqining boshlamchiligida 2-Dunyo urushi jarayonida davomlashadigan kuchli ma'rif safarbarligiga tutish qildi. Vatan armiyasi urushdan ilgari Polsha davlatining ofitserlari tarafidan tashkillangan va tarbiyalangan bir armiya edi. Vaqtning o'tishi bilan askar soni 400 mingga yetdi. Bu asnoda yuqori darajali qo'mondonlik o'rnida 4 mingga yaqin odam vazifa o'taydi. Vatan armiyasi davlatning hamma yerga, xalqning barliq qatlamlariga tutishadigan bir tor qurib chiqqan edi. Va asir lagerlarmi bu torning ichida edi. 1941 va 1944-yillar orasidagi harakatlarga doir statistikalar bu jarayonda 25 ming qatimdan ortiq buzg'unchilik harakati bilan 6 mingga yaqin suiqasdning ishga oshirilganligini ko'rsatib beradi. Bu jarayonda asirlar lagerlardan odam qochirish, Varshava atrofidagi barliq temir yo'l qatnashini bir vaqtda to'xtatib, uda bir qancha soat bo'yicha midirilmas qilib qo'yishmi Vatan armiyasining faoliyatlari qatoridan o'rin oladi. Nashriyatchilikda bo'lsa, mayli sifat, mayli tiraj va tarqitish jihati bo'lsin, Vatan armiyasi yillar bo'yicha nihoyat ko'p rekordlarni yaratgan edi.
Germanlar urushning beshidin tartibla matbuotni butunlay kontrol ostiga olgandan boshqa polshaliklarning dunyo bilan bo'lgan aloqasini butunlay uzib tashlash uchun xalqning qo'lidagi radiolarni musodara qilgan edi. Polsha yerasti davlati bu bo'shliqni qarallik va qaralsiz nihoyat ko'p nashriy afkor orqali to'ldirdi. Bularning eng muhimi 1939 yili noyabrdan 1945 yili yanvargacha muntazam nashr qilingan uchurlar edi. Aleksandr Kamenskiy ismli hurmatga sazovar bir o'qituvchining tahrirligida nashr qilinishga boshlangan uchurlar 40 mingdan ortiq tiraji bilan o'z oldiga bir rekordga ega edi. Uchurlarning boshqa viloyatlardami 2000-3000 tirajlik yerlik nashrlar bor edi. Bu va buningga o'xshash nashriyat buyumlarini chiqarish maqsadida Vatan armiyasi qarmog'ida bir maxfiy armiya nashriyati qurilgan edi. Matbaalari jildlash, muqovlash o'rinlari kecha-kunduz faoliyat qilgan bu nashriyat Polsha xalqiga oyda 250 ming qarallik nashriy afkor ve 65 ming tashviqot varaqasini yetishtirgandan sirt, do'qmishlarni setish uchun natsist gazetlarining saxta nusxalarini chiqaradi. Bulardan sirt Germaniya zamonlarga Gitlerga qarshi tashviqot materiallarini avatib turadi. Bularning hammasi ishg'ol ostidagi bir davlatda aramchilik bermaydigan dushman askarlarining qattiq nazorati ostida qilinadi. Ammo qilingan ish yamoq tushuk ish emas edi. Dal aksicha go'yo normal sharoit ostida xizmat qilinayotgandekla mayli mazmun, mayli texnikalik alohidligi jihati bo'lsin, yuqori sifat va astoydillikqa ega edi. Bu sifat do'stlarni, dushmanlarni ta'sirlantiradi va nashriy afkorlarning kuchini yana bir hassa oshiradi. Vatan armiyasining Polsha xalqi orasida bundoq faol va keng doiralik kuchga ega bo'lishi yer osti davlatining boshqa tarmoqlarining mupayi bor edi. Fuqarolar qo'g'dinish tarmoqi polshaliklarning haq va mas'uliyatlari to'g'risidagi qonun temisi ostida xalqdan nimalarni kutadiganligini e'lon qilgan edi. Yer osti sud mahkamalarimi bu qonunga xilof delolar to'g'risida hukm chiqaradi. Qisqasi, yerning ustidagi o'xshashlar yerning ostida tartiblik, tashkillik va faol shaklda xizmat qilayotgan bir davlat bor edi. Va bu davlat mavjudlikni barliq kishilarga his qildiradi. Bu davlat xalqning o'z ichidan chiqqan tabiiy bir davlat edi. Va uning yana xalq ichida kuch oladigan manbalari bor edi. Polsha yoshlari tizimlikning eng beshidan o'rin olgan manbalarning biri edi. Polsha yoshlari deyilgan hamon aqlga birinchi bo'lib keladigan tashkilot bo'lsa, 5 yil bo'yicha davlatning barliq joylarida sonsizlagan dastonlarni yaratgan Polsha izchillari edi. Polsha izchillar tashkiloti 2 dunyo urushi boshlaganda Polsha davlatiga o'xshashla 20 yillik o'tmishga ega edi. Urush bilan birlikda u yer ostiga kirdi va yer osti davlatining tarmoqlari ichida vazifa o'tadi. Vatan armiyasining nashriy afkorlari va tashviqot materiallari qatorliq maxfiy kitob materiallarini tarqitish yukining ko'p qismi izchilarning yelkasida edi. Bu materiallar cho'ng-cho'ng posilkalar holatida belgilangan vaqtlarda joylarga yetkaziladi. O yerlarda texmi kichik posilkalarga selinadi, orqadan har bir gazeta jurnal yoki tashviqot varaqasi muayyan soatda muayyan yerdagi muayyan kishilarga yetkazilgan shaklda tarqitishga boshlanadi. Yillar bo'yicha har kuni minglarcha nashriy afkor Gestapo bilan qo'g'lashmoq o'ynagan holatda tarqitiladi. Izchilarning yana xushalliq pochtalyonchalari bor edi. Ular o'g'illari yoki qizlari germanlarga qarshi kurash qilayotgan ota-onalarga farzandlari to'g'risida uchur yetkazadigan, ularning kayfiyatini ko'taradigan pochtalyonlar edi.
eşindi su turbalarının içinde kilometrlarca yolni o'milgan holda besib, uchurlarni joyiga yetkazadigan bu pochtal yo'llar elib kelgan xabar mayli yaxshi xabar bo'lsin yoki yomon bo'lsin, yanada bexabar qilishdan yaxshi edi. Farzandining ishg'olchilarga qarshi urush qilib etib, o'lib ketganligidan xabar tepish bo'lsa, bir polshalikqa nisbatan iftixor manbasi. Hech bo'lmagandimi bir tasalli edi. Shu vajidan polshaliklar bu vazifani oilalarga xushallik elib keladigan pochtal yo'li xizmati va suyunch xabarchiligi deb qaraydi. Izchilarning eng muhim va umumlashgan faoliyati bo'lsa, har bir polshalikdan kutiladigan ixtiyoriy bir harakatdan boshqa bir narsa emas, ya'ni ma'rif edi. Izchilarga nisbatan ma'rif nihoyat keng qatlamni o'z ichiga oladi. Bu uqum paraxodni bog'lash iqtidori, bir poyezdni relsdan chiqarib etish degandeklarni bildirishdan boshqa yer osti maktablarda o'qitiladigan darslarni o'z ichiga oladi. Albatta, izchilarga nisbatan inson aqliga keladigan hamma yer ma'rif so'rini hisoblanadi. Bu makonlar qatoriga germanlarning yig'ib olish lagerlarini kiradi. Polshaliklar ruslarning hukmronligi ostidagi chig'ida jam bo'lgan har qanday yerda bir narsalarni o'gitish va o'rganishni milliy bir aloyidalikka aylantirib bo'lgan edi. Bargan yerdan qaytib kelib kelolmaydiganligini bilmaydigan, o'rgangan narsadan foydalanolmaydiganligiga jazm qila olmaydigan bu kishilarning bargan yerda va har qanday sharoit ostida imtihonga tayyorlanayotgandek dars o'rganishlari ularning nihoyat kuchli va milliy ongga ega bo'lganliklarini ko'rsatib beradi. Ularning ko'pinchisi bargan yerlardan qaytib kela olmaydi. Buni o'zimi boshqalarmi biladi. Biroq hayot qolganlar dushman butun kuchi bilan yer yuzidan yo'qotib tashlashga tirishayotgan bir milliy kulturni va bu kultur bilan birlikda ilmga, istiqbolga, san'atga va irfanga xumar bir ruhni yashnatadi. Va kelgusi avlodlarga bu ruhni jonli holatga yetkazadi. Ular yana nazarlarini kelajakka markazlashtirgan holda har doim va har qanday holatda g'oyalari va kelajaklari uchun kurash qilayotgan bo'lg'achqa, shu vaqtning o'zida duchor bo'layotgan ig'irchiliklarni unutib qoladi. Tashlangan har bir qadam, tuzilgan har bir plan, o'ginilgan va o'gitilgan har bir uchur kelajak uchun edi. Dushman kuchlarining yer ustidagi vahshiyona qilmishlarining qanchinchi qatim takrorlanayotganligini hech kim bilolmasa-mu, yerning ostida atilar gullanmoqda edi. Va buni faqat bir milliy g'oyaga ko'ngil qo'ygan kishilarni ko'ra oladi. Emgak bilan o'zgartish lagerlariga yig'ib olinganlar, tutqunlar, to'qinishlarda o'lganlarning ko'payishi bilan izchilar soni ozayib ketgan bo'lg'achqa, izchil holda yangi izchi nomzodlarni tepishga to'g'ri keladi. Bu o'gitish yukining kun sari eg'irlashib menishidan derak beradi. Shunga etizliklarda, o'rmonliklarda, tog'larda izchi tarbiyalash o'rinlari ochiladi. Bu o'rinlarda bir qancha kun, ba'zida faqat bir hafta oxiri ichida besib tarbiyalashdan o'tkazish orqali nomzodlar yetishtirilib, izchilar saflariga avatiladi. Shahar ichida asosan o'qituvchilarning uylariga yig'iladi. Bu maktablar yolg'iz izchilarga xos emas edi. Lekin bularning tashkillanishida va mamlakat miqyosiga kengayishida izchilar muhim vazifalarni ado qiladi. Germanlar har qanday bir yerda 3 dan ortiq odamning bir yerga jam bo'lishini ma'ni qilgan edi. Yana o'qituvchi yoki o'quvchilarning jazman birlikda o'ltirib dars anglashimi shart emas edi. Har qanday bir yoshning ko'chada so'mkasidagi darslik kitobi bilan tutilib qolishi sinfdagi barliq o'quvchilarning yig'ib olish lageriga avatilish uchun yetarli sabab edi. Shunga sinflar ikkiga ayrilib, bir guruhi dars o'qiyotganda, yana bir guruhi binoning sirtidagi muayyan joylarda navbatchilik qiladi. Yutilish, ishikni taraqshtishga o'xshash bir ishorat xavfning xabarchisi edi.
Uningdan keyin ahvolga qarab, German askarlarini gapga tutib, sinfdagilarning tarqalib ketish uchun fursat yaratib berishdek taktikalar ishga solinadi. Yerasti maktablar polshaliklarning natsist ishg'oliga qarshi bildirgan istiqiylik noroziligi edi. Natsistlar Polshaning ishg'olini 1939-yili oktyabrda tamomladi. Noyabr oyida bo'lsa, davlatning har qaysi joylarida yerasti maktablari faoliyat boshlab ketdi. Har qanday bir davlat qonuniy jihatda hech qanday to'salg'uga uchramasdan davlatning barliq imkoniyatlarini safarbar qilibmi, bir boshqa elib chiqishda qiynaladigan bir ishni polshaliklar bir yer osti tashkilotlanish orqali har bir g'erit zaminni ishg'ol ostida turayotgan, har bir a'zosi nazorat qilinayotgan bir davlatda ishongisiz tezlikda ro'yobga chiqardi va bu ishni uzun yillar bo'yicha sur'atini qilchim ostlatmasdan urushning oxirgi kunigacha davomlashtirdi. Ikkinchi dunyo urushining eng shiddatli kunlarida Gestaponing putining uchida 2000 o'tir maktab faoliyat olib beryotdi. Va bu maktablarda 100 mingdan o'quvchi o'qishni davomlashtirmoqda edi. Yerasti maktablarga bo'lgan qiziqish shunchalik kuchli ediki, Varshavaning ba'zi joylaridagi o'quvchilar soni urushdan burungi mezgildagidan 3 ortiq edi. Barliq o'quv-o'qitish saviyalari nazarga olinganda, urush yillaridagi maxfiy o'quvchilar soni 1 milliondan 1,5 million orasida deb hisoblandi. Uchar universitet an'anasi bo'lsa, natsist ishg'oliyati ostidami mevasini ko'rsatishga kechikmadi. İşğal tamamlanganda universitetlarmı taqib etilgan. Tajribaxonlar, narsa keraklar Germaniyaga elib ketilgan edi. Bu jarayonda Varshava universitetining binosi qurolli qismlarga ajratib berilgan, kutubxonasi bir German kutubxonasiga aylantirilgan edi. Polshaliklar bu ahvolga o'xshash sur'atda javob qaytardi. İşğal tamamlangan oktyabr oyi ichida universitetning yer osti sinflari faoliyatga o'tdi. Varshava tibbiy fanlar fakultetidan professor Ludwig Pashkevich bilan professor Witold Orlovskining uydan uyga yo'tkilib turadigan sinflarmi bularning orasida edi. Arqadan buningga 1900 o'quvchisi bor Yan Zaoriskiy sahya xodimlari shaxsiy kasbiy maktabga o'xshash yer osti oliy texnikumlari va fakultetlari bir-birlab agashdi. 1944-yili faqat Varshava universitetining 300 o'qituvchisi bilan 3500 o'quvchisi yer osti maktablarga tizimlandi. Bu o'qituvchilarning 63i xizmatlarining badalini hayoti bilan to'ladi. Varshava miqyosidagi yer osti sinflariga tizimlatgan oliy ma'rif o'quvchi soni 10 mingdan ortiq edi. Yer osti maktablari ham o'qituvchilar, ham o'quvchilarga nisbatan ig'ir, shundaqla izchil xavf shakllantiradi. Ammo buning bilan bir vaqtda bir umid va ishonch manbasi edi. Polshaning danglik matematiklardan Kazimierz Kuratowski urush yillarida o'quvchilarga matematika o'rgatish uchun jinini tikib qo'ygan kishilarning biri edi. Kuratowski ardın uzun yillar o'tgandan keyin u kunlarda o'zlarini harakatga o'tkazgan, o'zaro rishtalab turgan hayajonini eslab bundoq bayon qildi. Asosan barliq matematika professorlarimiz bu yer osti universitetlarida dars o'tadi. Bu chog'dagi o'quvchilarimizning xili ko'pi bugun professor yoki dotsent bo'ldi. ilmiy xizmatlar va ma'rif sharoitining intayin qiyin bo'lishiga qaramay, mazkur yer osti tashkilotlanish soyasida bir qadar tor doirada bo'lsa-mu, davomlash fursatiga erishdi. Kishilarni qarshilik ko'rsatish ro'yiga, kelajakka umid va ishonch bilan qaraydigan qilish qonunsiz ma'rifning ahamiyatini kuchaytgan omillardan edi. Va bular ishg'ol sharoitida shundoq zarur edi. O kunlarda bir ilm ahli boshdan kechirayotgan hayot sharoiti haqiqatan tragediyalik edi. Eng echinishli bo'lsa, u insonlarni yo'qotib qo'yish edi.
Varşavaning Yahudi nüfusi ishg'ol bilan birlikda chet bir mahallada to'planishga majburlanib, boshqa polshaliklardan ayirib etilgan edi. Bundaq ahvolda Polsha miqyosidagi ma'arif to'lqinining bir ulgisi albatta Yahudi nusxasi oldida Yahudi rayonida ko'rildi. Bo'libmi diniy rahbarlarning yetakchiligida Varşavalik Yahudilar pullarni eng oxirgi sintigacha ma'arifga sarf qilishga rag'batlantirildi. Chunki ularning farzandlari nonga qanchalik muhtoj bo'lsa, ilmga shunchalik muhtoj edi. Bu tashviqotlarga parallel holda har qaysi darajadagi maktablar ochildi. Bularning orasida to'liq o'rta darajalik diniy ma'rif bilan shug'ullanadigan 8 maktabda 3500 o'quvchi o'qiydi. Poplardan ayrim dars o'rganganlar haftada 12 soat dars o'tiladigan maxsus sinflar, dars takrorlash guruhlari, o'qish halqalari va diniy guruhlar bo'lsa, maxfiy maktablar bilan birlikda ayrim bir ma'arif simini shakllantiradi. Oshxonalarmi yerosti maktablarga aylantirildi. Yetimxonlarda maxfiy sinflar ochildi. Yoshlar guruhlarining a'zolari o'qituvchi qilib yetishtirildi. Va o'rgangan har bir darsni uy-uy aylanib yurib o'rgatadigan shaklda tarbiyalandi. Teatr va muzika darslarimi ma'arifning bir parchasi edi. Bo'libmi muzika e'tiqod va kulturni yashnatish va kelgusi avlodlarga yetkazishda nihoyat muhim funksiyaga ega edi. Shunga uningga yig'ib olish lagerlarini o'z ichiga olgan har qanday yerda sal qaralmaydi. Natsistlar ishg'ol ostidagi Polshada maktablar bilan birga boshqa madaniyat, san'at faoliyatlarimi yoshirin holatda jonlanishga boshladi. Yer osti davlatidan boshqa ko'plagan organlarmi davlatning muayyan shaharlarida ilm va san'at faoliyatlarini o'rinlashtiradi. Buning bilan teatr o'yinlari, rasm ko'rgazmalari va maxfiy konsertlar orqa-orqadan keladi. Boshqa besim davrligidagi o'xshash, bu davrdami ilm va san'at dunyosining muhim zotlari Polsha xalqini oqartdi. Ikkinchi dunyo urushidan keyin Polshada muzika ma'arifni tartibga solgan va polshalik muzikantlar birlikning tunji boshlig'i bo'lgan Pyotr Pirokovskiy mazkur kishilarning biri bo'lib, maxfiy konsertlar va qonunsiz ma'arif faoliyatlariga boshlamchilik qilganlarning biri edi. Ikkinchi dunyo urushi mezgilida Polshaning yer osti maktablarida o'qigan dunyoga mashhur kishilarning biri, hatto eng muhimi Di Papa John Paul edi. Karol natsist ishg'olidan bir yil burun Krakowga ko'chib, universitetga tizimga oldirgan va teatr o'rganishga boshlagan edi. U Gestaponing Krakow universitetidan 144 professor yordamchisi professor bilan bir qism o'quvchilarni yig'ib olish lagerlariga elib ketganligiga guvoh bo'lganda aran 19 yoshda edi. Ularning hech biri qaytib kelmadi degan edi Papa aradan yillar o'tgandan keyin yoshga to'lgan ko'zlar bilan shu kunlarni eslab. Ishg'olga agishib universitet bulang-talang qilindi va taqib etildi. Karolmo boshqa do'stlari bilan birlikda yer ostiga kirdi. Shuningdan keyingi 18 oy bo'yicha kunduzlari Toshkentda ishlagan Parol, kechalari uylarda o'gizi bilan Torus orlig'idagi bo'shliqlarda, cherkovlarda boshqa do'stlar bilan birlikda qonunsiz universitetning darslariga qatnashadi. Karol Voytla rahib bo'lishga qaror qilgan chig'ida katolik cherkovi Gestaponing asosliq zarba obyektiga aylangan edi. Davlatning 11 ming rahibidan 3 mingga yaqini ya o'lim jazosida yoki yig'ib olish lagerlarida o'ldi. Karol 1943-yili bosh rahib Sapiaxaning yer osti leksiyalariga ishtirok qilishga boshladi. Bu leksiyalar har kuni kechda farqli bir uyning yer osti qavati yoki torus orlig'idagi bo'shliqlarda so'zlanadi.
1944-yildagi Varshava kelishimidan keyin natsistlar Krakovdagi barliq balog'atga yetgan erlarni yig'ib elib ketgan bir kuni Karol yushirni olgan yer osti uyda qo'lga tushib qolgani qoldi. Әтіс әтігенде болса, Сапиха xabarchi әвәтіп, uni yer osti leksiyasiga chaqirdi. Yer osti armiyasi tarafidan o'rinlashtirilgan Varshava qo'zg'oloni bir oydak davomlashgandan keyin qonliq shaklda bostirildi. Germanlar shaharni tal-to'kis o't qo'yib vayron qilishdan ilgari 200 ming odamni o'ldirdi. Ayollarni yig'ib olish lagerlariga surgun qildi. Bu esnada Polshaliklar Amerika bilan Angliyadan yordam kutmoqda. Bu ikki davlat bo'lsa, Sovetlarni mamnun qilishga urinmoqda edi. Sovetlar bo'lsa, uzunga so'zilgan kutishlardan keyin oxiri keldi. Biroq ular Polshaliklarni qutqizish uchun emas, yana bir qatim Rus hukmdorligi ostida ularni yo'qotib tashlashni sinab ko'rish uchun kelgan edi. Chunki Yalta yig'inida Amerika Qo'shma Shtatlari bilan Angliya bu rayonni Stalinning insobiga topshirishni qaror qilgan edi.